Assalomu alaykum aziz muxlislar, kuzatuvchilar. Mana bilasizlar, men challenge e'lon qilganman. Ya'ni 3 ta ashulama berganman. Yoshlarimiz o'rtasida mana shu bir musobaqa qilganman. Kim g'olib bo'lsa, konsertda men bilan duet aytish kerak edi. Mana 2 kun oldin qo'ydim Instagramda 5 ta finalistimiz bor edi. Kecha ma'lum bo'ldi. Kecha men o'zim ichki haligi nima deydi? O'zimiz jamoamiz bilan o'sha yerda e'lon qildim. Chunki maqsadim o'sha finalistimizni chaqirish edi. Finalistimiz, g'olib bo'lgan ishtirokchimiz yetib keldi. Bilasizlarmi kim? Tanidinglar? Mana kecha men telefon qildim. Mana shu Rossiyani Abxaziya degan joyda ekan Tolibjon To'xtasinov. Mana butun o'zbek xalqi qo'lladi buni. Sani butun o'zbegimiz qo'lladi. Rahmat. Juda ko'p ovoz, o'zimga qancha telefon qildi, qancha odamlar yozishdi, o'zimni tanishlarim ham, oddiy xalqim sani butun respublika qo'lladi. Kecha telefon qildik, mana musofir akalari bilet olib jo'natib yuborishdi, mana hozir yetib keldi. Endi xudo xolasa mana repetitsiyalarimiz bor Tolib. Mana 2 kun xudo xolasa repetitsiya qilib, inshaalloh konsertda mana shu katta orkestr bilan duet kuylaymiz xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh konsertga kelinglar, inshaalloh opaga rahmat aytaman. Xudo xolasa akalarimiz uchun Allohga rahmat, inshaalloh xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, konsert zo'r. Konsertda kutib qolamiz sizlarni. Sog' bo'ling. Rahmat bolalar.